Fitvoy mahsulotini qo'lingizga olgan bo'lsangiz, sizni ozishga qaror qabul qilganingiz bilan tabriklayman. Endi bu yog'iga nima qilamiz? Endi diqqat bilan meni eshiting. Shu 5-6 daqiqa vaqtingiz sizni ketkazgan mablag'ingizni oqlashga, o'zingiz xohlagan darajada vazn tashlashingizga va organizmingizga foyda bo'lib mahsulot kirishiga xizmat qiladi. Bu mahsulot nima uchun boks ko'rinishida ishlab chiqarildi? Chunki semizlikni keltirib chiqaradigan sabablar ham turlicha, muammolar turlicha aslida. Ba'zilar gormonal qanaqadir dori vositalarini iste'mol qilishadi, shuni oqibatida semirishadi. Kimdirlar butun umr psixotrop dori vositalarini iste'mol qilishadi, shunga majbur va shuni oqibatida vazn to'plashadi. Yana kimdir yuqori kaloriyali ovqatlanadi-da, uni parchalashga yo vaqti bo'lmaydi yoki uni kun tartibi bunga yo'l qo'ymaydi. Va ba'zilar borki, ular majburiy holatda, ya'ni oyoq qo'llarida shol, falajlik yoki bo'lmasam qanaqadir harakatlanishda chegaralar bo'lganini hisobiga ovqatlangan kaloriyasini hatto yuqori kaloriya bo'lmasa ham oxirigacha parchalay olmaydi. Natijada vazn to'playdi. Va shunaqa kasalliklar borki, gormon qabul qilmasa ham kasallikni oqibatida boshqa bir kasallik vazn to'plashga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun buni yechimi bitta tabletka yoki qanaqadir bitta ukol bilan bo'lmaydi. Bu har bitta muammoga alohida kurashiladi. Muammo ko'p bo'lgandan keyin uni ta'sir qilish yo'nalishlari ham ko'p bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bu mahsulotni kompleks tarzda ishlab chiqdik. Endi buni sizlarga tushuntiraman va videoni oxirigacha ko'rsangiz, ichilish tartibini ham tushuntirib ketaman. Boksimiz ichida 3 ta mahsulot bor. Bularning birinchisi kokteyl ko'rinishidagi mahsulotimiz hamda tabletka va kukun ko'rinishidagi choyimizdan iborat. Birinchi mahsulotimiz OptiBalance, ya'ni tabletka ko'rinishidagi mahsulot. Ushbu mahsulot o'z ichiga bir nechta ekstraktlarni oladi. Birinchisi xrom, ya'ni ishtahani bloklaydi. Undan tashqari siena donachalari hamda gratsini Kambodja ekstrakti, yashil choy ekstrakti va berberini o'z ichiga oladi. Ushbu mahsulotni qabul qilishni boshlashingiz bilan sizni ichak faoliyatingiz yaxshilanadi, ich kelishi me'yorlashadi, ishtahangiz nazoratga olinadi. Ikkinchi mahsulotimiz Figuactiv mahsuloti damlama ko'rinishida ishlab chiqarilgan. Uni tarkibida laminaria, inositol, qora sedana, rastaropsha, artishok mavjud bo'lib, ushbu mahsulotni qabul qilishni boshlaganingizda birinchi navbatda jigar faoliyati yaxshilanadi. O't yo'llaridagi har qanday muammolar yechim topadi, o't normal holatda ajraladi. Buning orqasidan ichingiz normal kelishni boshlaydi va har qanday qorindagi dam bo'lishlar, gaz ajralish holatlari yo'qoladi va undan tashqari inositol metabolizmni kuchaytiradi va ishtahani bo'g'ish xususiyati bor. Alohida aytib o'tishim kerakki, buni tarkibidagi laminaria o'ti qalqonsimon bez faoliyatini rag'batlantiradi. Uchinchi mahsulotimiz kokteyl ko'rinishida ishlab chiqarilgan bo'lib, Powerfuel deb nomlanadi va o'z ichiga oqsillar, yog'lar, uglevodlar, turli xildagi vitaminlar hamda minerallarni oladi. Ushbu mahsulotni ichishni boshlaganingizda organizmingizda yo'qotib borilayotgan minerallar o'rni qoplanadi, sizdagi yetishmovchiligi bo'lgan vitaminlar hammasi normal holatga keladi. Endi ichilish tartibiga keladigan bo'lsak, birinchi mahsulotimiz OptiBalance tabletkalari. Buni ertalab va kechqurun ovqatdan 30-40 minut oldin 1 stakan suv bilan iste'mol qilasiz. Ikkinchi mahsulotimiz Figuactiv damlamalari. Uni tushlik vaqtida ovqatdan 30 daqiqa oldin 1 stakan suvga damlab qo'yamiz. Ya'ni 10 daqiqa damlansa bo'ladi, xona haroratidagi suvda. Qaynoq bo'lishi shart emas. 10 daqiqa damlanib turgandan so'ng ovqatdan oldin, yarim soat oldin ichib olamiz. Uchinchi mahsulotimiz Powerfuel kokteyllari. Buni kechqurungi ovqat o'rnida iste'mol qilamiz. Ya'ni qay tartibda? 300 ml suvga yoki sutga, hatto ba'zi holatlarda qatiqqa yoki kefirga ham tayyorlab ichishingiz mumkin. Ichida o'lchamli qoshiqchasi mavjud. Qoshiqchani miqdorini har bir odamni o'zini kilogrammidan kelib chiqib belgilab beramiz. Ushbu mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin ketidan ovqatlanish tavsiya etilmaydi. Ichilish tartibi hammaga tushunarli va qulay bo'lishi uchun mahsulotni orqa tarafiga ham yozib qo'yganmiz. Va undan tashqari mahsulotimiz barcha turdagi tegishli sertifikatlarga ega. Agar sog'lig'ingizda qanaqadir muammo yoki ichilish tartibini bu videodan ham tushunmagan bo'lsangiz, sizga alohida tushuntirishga tayyormiz. Faqat soat ertalabki 9:00 dan kechqurungi 18:00 gacha quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, mutaxassislarimiz sizga javob berishadi. Sizga ko'rkam qomat, mustahkam sog'liq tilaymiz. Tanlovingiz uchun katta rahmat.